Buyuk davlat arbobi va sarkarda Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan poytaxtimizda keng qamrovli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri sifatida Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar harbiy bo'linmalarining tantanali yurish marosimi tashkil etildi. Mazkur tadbir xalq va armiya yakdilligini namoyon etib, milliy armiyamiz qudrati va harbiy an'analar davomiyligi yana bir bor namoyon qildi. Poytaxt aholisi bugun har qachongidanda bayramona kayfiyatda uyg'onib, shahar ko'chalariga chiqdi. Sababi buyuk sarkarda, ilm-fan va madaniyat homiysi Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan Qurolli Kuchlar tarkibidagi vazirlik va idoralarning tantanali yurishi boshlandi. Safning oldingi qatorlarida Sohibqiron davr qurol-yarog'lari va liboslaridagi suvoriylar borsa, ularning ortidan bugungi O'zbekiston armiyasining eng zamonaviy bo'linmalari qadam tashladi. Yo'l chetida jam bo'lgan yuzlab yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlar, yurt himoyachilariga havas bilan boqmoqda. Bu manzara xalq va armiya haqiqatdan ham bir tonu bir jon ekanligining isboti. Hozir yo'lda ketyaptik o'g'lim bilan birga. Ko'rib baribir odam ichidan bir boshqacha hayajon uradi. Shu O'zbekistonimiz tinchligi uchun xursandman bo'lib ketaman. Ayniqsa shu yoshlarga yana ham bu vatanga xizmat qilish ruhini undaydigan zo'r parad bo'lyapti. O'zbekistonimizni qo'riqlayotgan Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari hammalari sog' bo'lsin. Tinch zamonda yashayotganimizning sababchisi asosan ular bo'ladi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq O'zbekiston qurolli kuchlari dunyoning 145 ta davlati orasida 5 pog'ona yuqorilab, Markaziy Osiyoda yetakchilikni qo'lga kiritdi. Yurt himoyachilari o'z ajdodlarining jasoratli yo'lini munosib davom ettirmoqda. Zotan buyuk o'tmish bor joyda buyuk kelajak ham bo'lishi muqarrar. Saidakbar Mo'minov, Doston Yoqubjonov, Zohidjon Mamasoliyev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.